Assalomu alaykum Farid aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Farid aka, bitta o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Ahtam Faridun Akobировich, vrach, ortoped, stomatolog, xirurg, implantologman. Farid aka, siz o'tgan yil Novichenkoning ofis kursiga qatnashib kelgan ekansiz. To'g'ri, bizlar o'tgan yili o'zimizni komandamiz bilan Anapa shahrida Roman Novichenko ofis kursiga yozdirib, 2 kunlik kursda qatnashganmiz. Juda ham ma'lumotga boy bo'ldi. Hattoki bizlar o'zimiz kutganimizdan ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. 2 kunlik kurs nafaqat xirurgiya bo'yicha, balkim ortopediya, xirurgiya, undan tashqari funksional okklyuziya haqida ham ko'pgina ma'lumotlarni o'zlashtirib oldik va 1 yil mobaynida konsepsiya Novichenko, ya'ni Roman Novichenkoni o'zlarini konsepsiyalari bilan o'zimizni amaliyotni olib boryapmiz. Mana hozirda Samarqandda 2 kishida Mistens apparati bor va bu apparat bilan bizlar juda ham ko'p patsientlarda total reabilitatsiyalar o'tkazyapmiz. Va apparat Mistensda foydasi bizlarga juda ham katta tegyapti. Mana yaqinda kelayotgan 17-18 aprel kunlarida bo'ladigan kursda ko'pgina ortoped, stomatologlar, xirurg, implantologlar, ortodontlar uchun foydali bo'ladigan mavzu, ya'ni funksional okklyuziya kursi bo'lib o'tadi. Men 1 yil oldin kursga qatnashganimdan tashqari intizorlik bilan bu kunni kutyapman. Chunki hammaga ma'lum, hozirda Roman Novichenkoni kursida, ya'ni Anapada ofis kursida borish bu juda ham mushkul. Bizlar hatto hisoblab chiqdik. 1 kun, ya'ni 24 soat yo'lda bo'lib qoldik. Samarqanddan Anapagacha qanday bordik bizlar? Samarqand, Toshkent 5 soat mashinada. 45 minut bizlar Adler, Sochigacha poyezdda borganmiz. Sochidan to Anapa shahrigacha Lastichka degan poyezdda 8 soat 45 minut borganmiz. U poyezd faqat mana shunaqa o'tirib ketasiz. Yana bu Lastichka poyezdi uchun bizlar 6 oy oldin joylarimizni bron qilib bilet olganmiz. Shuni hisoblab chiqsa agar, qarib 1 kun, ya'ni 24 soat bizlar yo'lda bo'lganmiz. Mana qarang, Roman Sergeyevichning o'zlari kelyaptilar. Qanaqasiga kursga bormaslik iloji bor. 2-chi, 3-chi, 4-chi marta hatto eshitsak ham o'sha ma'lumotlar yangilanaveradi. 2 kunning ichida bizlar bitta patsient yuqori, past, total implant qo'ygan. U yerda yuqorida 6 ta, pastda 6 ta va ertangisi kuni o'sha patsientda oddiy plastmas bilan emas, titanoviy balka asosli ustida PMA plastmassa koronka qo'yib, patsientni ertangisi kuni полностью nima deymiz? Totalniy reabilitatsiya, funksionalniy estetik ish bilan uyiga kuzatib yubordik. Mana xotira. 2 kun aynan men uchun juda ham tez o'tdi hisoblanadi. Lekin hatto ko'zimni yumsam, xolam ko'zimni oldimda o'sha jarayonlar ketyapti. Anesteziolog, 2 ta assistent, bizlar ishtirokchilar, hatto bizlar ham o'sha operatsiya jarayonida steril perchatkalar kiyib yordamlashganmiz. Kimdir fotoapparat ushlagan, kimdir nabor bergan. Ishtirokchilar o'zi xohishi bilan o'sha operatsiyaga assistentlik qilib kirib ketdik ichkariga. Chetdan tomosha qilib o'tirish emas. Eng qizig'i, misol bizlar kursda dekabr oyida Mistens apparatini sotib olgan bo'lsak, Mistens apparati uchun o'qishga borishimiz kerak edi. Dekabr o'tdi, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul bo'lsa 7 oy oldin kursga yozdirdik. Kursda yozdirgandan keyin o'sha Mistens apparatini bizlarda internet orqali silka yuborishdi. Uni video darsliklarini ko'rib, o'sha ishlashni boshlaganmiz. Ya'ni Nabiyar Muhammedov, ortoped stomatolog va men. Hatto bizlar mani klinikamda yoki ularning klinikasida bir-birlarimizga Mistens apparatini qo'yib, o'zimizning prikuslarini tekshirib chiqqanmiz. O'sha vaqtda Roman Sergeyevichga savol yo'llardik. Savol, kimga qanaqa savol tug'ilgan va u odam ham birorta savollarimizga befarq qolmagan. Har bittasiga javob berib kelgan. O'zlari, texniklari, assistentlari, bir ikkita materiallar haqida so'ragan bo'lsak,
Shu oralig'ida 7 oy oralig'ida bizlar u odam bilan yaqinlashib qoldik. Va Anapa shahrida borganimizda bizlarga bonus bilan yana 1 kun kursni shunday nima deydi, sovg'a qilib yubordilar. Aslida kurs 2 kunlik, bizlarga 1 kun kurs sovg'a bo'ldi. 3 kunlik bo'ldi. Bizlar kursga borgan paytimiz begona ishtirokchilar emas. Nima deydi? O'sha yozishganmiz, savollarimizga javob olganmiz. U odamga ham bizlar yaqin bo'lib qolganmiz. 7 oy kontakt bo'lganda endi. Ha, 7 oy orada o'sha Telegram, WhatsApp orqali bizlar muloqotda bo'lib turganmiz. Kursdan keyin dars, operatsiya, kursdan keyin oddiy odamlarga o'xshab bizlar savol javob qilganmiz. Roman Novichenko bizlarga bir Anapa shahrini zo'r joylarini ko'rsatgan. Umuman o'zimizni bizlar begona siramaganmiz. Juda ham zo'r vaqt o'tgan. Men Anapa shahrida birinchi marta borganman, lekin haligacha u shaharga men mehrim bor. Kimdir boramizmi desa agar o'zimni jamoam ham bormoqchi bo'lsa agar chiqib ketardim. Birinchidan men ilm olardik, ikkinchidan u yerda dam olish ham zo'r bo'ladi. Va mana shu tarixni esga olgan holda xursandchilikda mana misol organizatorlar aytyapti, aka, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Moskva shahridan 4 kishi, Peterburgdan 2 kishi, Dog'istondan bilmayman bir 4 kishimi guruh bo'lib Roman Novichenko kurs ro'yxatdan o'tgan ekan. Конечно, yaxshi-da, chunki ular ham ofis kursga borish uchun ancha masofani bosib o'tish kerak, chunki samolyot tushmaydi. Bu yerda уже прямой samolyot keladi, tем более Samarqand. Bu yerda tarixiy obida, ham dam olish mumkin, ham aylanish mumkin. Tем более tarixiy obidalarni aylanish ko'pchilik uchun bu zavq. Faridun aka, Novichenko kursidan o'rgangan 3 ta asosiy ma'lumotni ayta olasizmi? Yaxshi savol. 3 ta asosiy olgan bilimlarimizdan bu birinchisi patsientlarda xirurgik amaliyotdan keyin ertangisi kuni yoki o'sha kunni, ya'ni operatsiya kunni o'zida bemorlarni tishi bilan uyiga jo'natish. Bevosita o'sha kunni o'zida implantatsiya jarayonidan keyin patsient tishi bilan uyiga borishi. Bu bir. Ikkinchisi, hozirda bu dolzarb mavzu hisoblanib kelyapti ortopedik stomatologiyada, ya'ni funksional okklyuziya. Bizlar total operatsiyalardan keyin yoki implantatsiyadan keyin vaqtinchalik yoki doimiy koronka tishlarni funksional okklyuziya bo'yicha tiklab berish. Uchinchisi, bu albatta buni qo'rqmasdan aytishim mumkin, Roman Sergeyevichdan juda ham ko'p ish mobaynida motivatsiya olish. Nima deganda, men ko'p vrach stomatologlarni ko'rganman, ko'p kurslarda qatnashganman, xalqaro kurslarda ham bo'lganman, o'zimizda ko'p lektorlarni kursida qatnashganman, lekin bitta xarakter Roman Sergeyevichdan menga yoqqan tomoni, har doim o'zi atrofida kelgan ishtirokchilarga yoki kursantlarga ruhan yordam beradi. Faridun aka, bu kursni kimlarga tavsiya eta olasiz? Bu kurs albatta birinchi o'rinda ortoped stomatologlar uchun, xirurg implantologlar uchun, ortodontlar uchun va tish texniklari uchun bu kursni tavsiya qilaman. Mistens haqida batafsil ma'lumotni 17-18-19 aprel kunlari Roman Sergeyevich tomon o'zlari batafsil ma'lumot berib o'tadilar. U yerda 3-kun amaliy dars bo'ladi va amaliy darsda har bir ishtirokchi uchun Mistens apparati bo'ladi oldida va har bir ishtirokchi Mistens apparatini o'zida yoki oldida o'tirgan sherigiga o'rnatib, o'sha jarayonni o'zi bevosita ko'rib va u haqida ma'lumot olishi mumkin. Undan tashqari esa Roman Sergeyevich tomonidan Mistens apparatini qo'yishdan boshlab to laborator etapga prikuslarni qanday registrat olishimizni amaliy darsda ko'rsatib o'tadilar. Faridun aka, sizga katta rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Barchangizni 17, 18, 19 aprel kunlari bo'lib o'tadigan Roman Novichenko kursiga kutib qolamiz.